Senga yordam qiling ozgina. Qornim juda ham och. Ukam, nalichkam yo'q, kartam bor, ovqat olib beraymi? Ha? Katta yur. Bol ukam, nechta somsa yeysan? 16 ta. 16 ta bo'k qolmaysanmi? Yo'q, aka, 8 tasini yeyman, 8 tasini uyga olib ketaman oyimga. Ha, bo'pti, oloq. Rahmat aka. Saloh. Ba'zida o'zingni hayotingdan noliysan. Qara, hayotda qanchalik qiynalgan insonlar bor. Ha, mana deskan, qorning to'ydimi? To'ydi aka, rahmat. Ha, yaxshi. Necha yoshsan? 18. Endi gapni eshitdim. 18 yoshli bola uchun tilamchilik juda xunuk ish. Men tanishlarim bor, ish gaplashib beraman, o'sha yerda ishlar yurasan. Yo'q aka, rahmat. O'zim ishim yaxshi. Sonsuvchi addishi rahmat. Ya, onayni. O, menga qara. Xos tilamchilik xotining qayerda bunaqa mashina? Shu ishda? Tilamchilikdanmi? Ha? Voy, 8 tagina somsaga rozi bo'ldingmi? Ha, bu yerda faqat qorin to'ydirish ko'raman. Asosan oy va S bir tarafida sovg'a qilaman. Aka, salfetka oling. Yo, shu yerda senda o'xshamayapti-da. Qara, hozir bitta stil o'rgataman. Agar shunday ishlasang, 3 oyda mendagi mashina olasan. Yaxshilab o'rgan. Ha? Ya, onayni. O'xshamayapti. Ha, 4 kunda o'rganib ketasan. Bayinni biri